Nimacha ozib ketyapsan? Studentman, bir oyga stipendiyani zo'rg'a yetkazyapman. Shuning uchun kamroq ovqat yeyapman-da. Ha, bo'pti, yur nimadir yeymiz. Ha, jon, ozib ketyapsiz. Ha, studentman u. Rolton yeb har kuni ozib ketyapman-da. Zalga chiqsangiz bo'lmaydimi? Pul yo'q-da, stipendiyani zo'rg'a yetkazyapman u. Bo'ldi, gapiravering, men to'lab beraman pulini. Bo'ldi. Bugun kechqurun kursdoshlar bilan yig'ilishimiz bor edi. Borsam bo'ladimi? O'g'il bolalar ham bormi? Bor. Bormaysan. Borore. Yo'q, bormaysan deyapman. Ha, nima qilyapsiz? Ha, bola dachaga chiqib ketyapti. Men qolib ketyapman-da. Siz ham chiqing bo'lmasam. Pulim yo'q-da, pulim bo'lsa chiqardim. Bo'ldi, kartangizga $500 tashlab qo'yaman. $500 yetarmikin? Bo'ldi, yana 500 qo'shib qo'yaman bo'lmasam. Yo'q-a? Rahmat. Ha, aytgancha kecha sizga 14-yanvarga deb podarka oldim. Men. O. Kalendar, paypoq, rahmat katta. Xursand bo'ldim. Ha, shu sizga 14-yanvarga ikkita sovg'a tayyorlab qo'ygandim. Qanaqa? Orqani oching. Wow! Ha, jon, yoqdimi? Rahmat katta. Ikkinchisi-chi? Hali kechroq beraman. Ha, sovg'ani-chi?